aroq qo'yilgan to'yga borishlik mumkin emas. Aroq borasida 10 ta toifa la'natlangan. Aroqni siquvchi, aroqni yuklab ko'tarib turuvchi, aroqni sotuvchi, aroqni sotib oluvchi, aroq quyib beruvchi, aroqni ichuvchi 10 ta toifani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zikr qildilar. Ana shu 10 ta toifadan birontasi xoli qolmaydi. Aroq ichilgan joyga Allohning la'nati yog'iladi. Ana shu yog'ilgan la'natga borgan odam o'sha la'natdan ulush olib qaytadi. Shuning uchun aroq qo'yilgan to'ylarga borilmaydi. Endi aroqqa meni qarindoshlarim qo'yyapti deyilsa, aytiladiki, qarindoshingga ayt, Alloh harom qilgan narsani qo'ymasin.